Hem de yeni teşkilatlarımız keleydi. Bugün teşkilatlarınca qıraq toxtaldıq. Ama şu teşkilatın əzas emas turib teşkilatlarga baha berdik. Ya biz hem de axbarat yoğan dikin əməliyyatda bu karta göz düşüm asasında da baha bir baxsam buldu. Bu teşkilatlar benim nazarımda bugün mesela bu teşkilatlar bolsa Şərqi qaysı dövlətlərdəki siyasi partiyanın namizadları hemde. Bizim vətənimiz olğan bolsa bu teşkilatımız siyasi partiya qurub bugün milletin davasını qılıb atqanlar әтүгün A parti, B parti deb qurub özü hakimiyetki keliş üçün milletin aldığı çıxıb avaz tələb qılğan boladi. Şundaq qoyamdı chet eldeki teşkilatlar. Böyle qılalığın olsun, az qılalığın olsun siyasetke atlanğan dekin sen o milletninki keynanda milletim üçün xizmat qılıb atma. Bu vətənin ismini işiltib atsan, bayrağını işiltib atsan. Bula emdi sizce men şu garip dünyasında hizmet kılıp atqanlar olsun. Türkiye'de o emdi nurgul teşkilatlarım var Türkiye'de mi? Ama şu bulup mu şu yıllardan bir yan İslami teşkilatlar onda gap çıkmaydı mı şu demokratik devletlerde hizmet kılıp atqanlar mı? Türkiye'deki bazı teşkilatlar mı şu kız ayallarının ki kiyim keçek meselesiga bekrek garip tiki siyasetçiler ya ki Müslüman emas siyasetçilerden bekirek yani titrep gitişi ya ki bir aram bulup gitişi ya ki onu bütünlüğü Xitay'nın ki mınısını yuğallığı sebeplik oturga çıkan mesele milletimizin içindeki bazı kız ayarlarımızın kiyvagan kiyimlerine nispeten muşundaq ensreş ifadelerini berişi bu katım mesela oturup süratler var değil mi şu Tahir Hamid İzgil Efendim'in ki 2006 yılı ekranda şunu çıkarıp koyayım şu süratki qarab siz ben bir şu sualını sorğum kevatılmış hali hazır. O suratda hem de 2006 yılı Tahir Hamid İzgil Efendim Qashqarga film suratki bir hüccetli film işligili düşke vaxtıda şu yerdeki yurtumdan tatqan suratlarım arxivimden çıkıp kaldı dep. Demek Qashqar. Qashqardaki halkımızdaki, kız ayarlarımızdaki bir suratlar var hem de. Onu çıkarıp koysak şu görünüşler mesela. Bazı suratlar Tahir Hamid İzgil Efendim'in tatqan suratlar bu emas, yani başka suratlar çıkıdı hem de. Şu Qashqardaki anılarımız, kız ayarlarımızın kiyimleri var hem de. Ben Qashqarga bağanda mağandamda bir uçuraydı bu görünüşler. Mesela şunda kiyimler batı hem de. Bugün hem de bu davamlıq bu oturup kuyuvatkan siyaset, cemiyetçilik, teşkilatçılık oynayatkanlar bizim milletin açıdaki. Bu şu qar kiyimlerini bu Daesh'e oxşaş kiyinip aldı, bu milletimizin açıdı bunda iş asla yoktu dep ular degan bizim milletga asla aralashmaydi o bu degandek müşqetim Berlin'de içilgan yığındı mı bu fikirler oturup koyuldu mu? O nasıl köydüm hem de. Yani ikincisi bizdeki sorgan sualınız hem de qara kiyim kiyiş bizden Uygurlarınki bizim vatandaki nimede medeniyetimizde yoktu. Muş 2009'dan keyinki nimelerde Xitay özü oydurup bizden texmi radikal nimalat köz tutuş üçün xalqaraga aşına oydurdu. Olanın kalısını jüyde qara kiyim kiygüzde Suriye'ge mesela de o bu devletlerge Mangoz'da Türkiye'ge mekeldi. Aza Türkiye'deki aşı nokul qara kiyim kiygerler bizim Uygur cemiyetler arlaşmaydı o. Yani maddi yardım dese elip barı ağıl kilidi o. Onundan başka vakti içinde olanı Xitay kontrol kılığılık. Xitay'nın ki adamları kontrol kılığılık. Yani Türklerge, halkara cemiyetke Uygur'un sert göz tutuş için oyun oynağılık. Normalde bizdeki Qashqarda, Xotan'da mesela Aksu'da o qarın kiyim kiyik adamı yoktu. Biz tuğulup çoğun vaktimizde. Normal kiyim kiretti. Mesela hiç kim bunda dindar bolsa mu normal kiyim kirettik. Yağlık atattık mesela, dopiki ettik. Onda iş yoktu. Yani bunların hemmesi Xitay'ın normalde oyunu. Yani bizden neden Uygurlarımız oyunga hepsinden aldınıp gitti. Yani biz milletine Uygur tutuş için ziyaliler, teşkilat rehberleri özüre maslashıp milletini kutquzuşunun yeni bir yolunu, yeni bir layihasını tüzüp qaytadan bir milletine qaddini tik tutadigan bir halatga ekenmesek başka çıkış yolumuz yok. Aslında başka oturup koyduğun mesele yok mu? Başka oturup koyduğun mesele yok mu? Mesela bence emniyette hakikaten şunda olsun bir siyasetçi, teşkilatçı diyen emniyette milletinin içindeki yüzünü yapıdığanı mı, açıdığanı mı, qandaq şuysa hemmesi sen meydana çıkan vaxtımda ha mening milletim.
Haq halıgını kiyipti. Senin nima işin var deyiliş gerek yani. Onun erkinliği deyiliş gerek koyamdı. Bunu diyemey amda muşunda bulanı bütünle hatta ki bevasıta bulağa bu bütünle Xitayning planı, Xitayning işi, Xitay munda mağası yüvetkenlik için muşunda qılgan degan ifadelerini işletişi. Mesela Türkiye'deki bir demokratik bir devlette devlet onunla aralashmayapti. Devlet yani. Sen nima qop bir Uyg'urning xizmatini qilyapman deyotgan bir inson qopib uningdan bu kadar bir aram bo'lib ketishing bu Xitoy mengisi yuyatganligi shu muyda bo'ldi deb bu ifodani qandoqsiga ishiltalaysa buni ishlatsang u xalqning qandoqsining keyningdan seni qo'llasin xalqning qo'llamasa sen qandoq siyosatchi sizning ko'zingizda masalan bu ayollarimiz qiz ayollarimiz qandoq ko'rindi ya Daesh ko'rinamdi yoki jin ko'rinamdi nima ko'rindi sizning ko'zingizga masalan pek güzel Uyg'ur ko'rindi ya men demak ki hozir masalan men shu narsani ham so'rab olay masalan mushundaq kiyimni agarda ular bilgankidek qari kiyim kiymay masalan yuzni mush Qashqardagi shu onlarimizdek kiyimni bilgan muhojiratda Turkiyada Amerikada G'arbda mush kiyimning aynısını kiygan bo'lsa shu g'arbdagi demokratik ideyadagi bilgan siyosatchilarimiz bu mening millatim mana shu millatimning Yevropa odati bu qanday qilsam millatimning ishchiligini astab shuni suyalamdi yoki faqatlam ularning maqsadi qarrangmi sizcha yani qarab qo'llash lazım. Bu bedelini to'layotgan ayollarimizni qo'llash lazım. Qari chumbalni tatish qandaqdir Daesh yana bir bilan munosabatsiz. Mana analarımız özünüz göstergen bu güzel resimlerde o'xshash. Faqatla qara yağlıq bilan çumbal o'tirisida bir rang farqi var. Bu yerki maqsad o'xshash. Shu chumbalning ichida o'zining diniy e'tiqodi, o'zininki qimmat qarashlarini va ippitini shu chumbal ichida saqlayotganlar deb tushunsak bo'ldi. Ana shu chumbalning ichida turib yashayotgan nurg'un qiz ayollarimiz özününki ballarını aşı dadısız hem ata hem ana bo'lib beqiyotganlar ko'pinchisi. Men kuzatdim, so'zlashdim. Demakchi aşı chumbalning ichida turib ipitini yo'ldishiga turmada yoki o'lik tirikligi ma'lum emas, hatto o'lib ketgan mushu onalarninki yo'ldishiga yani halal eriga bo'lgan sadoqatini ifodalashi bu. Menimcha shundaq bu bek zor güzellik, çok çoğun bir güzellik görelsek. Şu ben bek keçirim sorayım bazı katmal insanların aşılarını bahalışığa. Endi ko'ngillarni ağırtmanglar degim keldi. Tunugim nurg'un shunda qizlar meni kep quchog'ildi. Men bilan yig'ilishib ko'rishdi. Hatto bir hikoyani deb beray. Meni eng ta'sirlantirgan bir ayol mush safarimda bir hemşirimiz, ya'ni taksi haydaydigan, o'zi shunda qar kiyimlik. Taksi haydaydigan, bana bunu şu Munavvarga hoca tanıştırdı. Siz nega barmadingiz o'zingizmi yog'liqlik agar bunday er şoförlar bilan yolg'iz chiqib kelish beab bo'lsa mana shu hemşirimiz shu atrofimizdagi mushtaq eri yo'q ya bo'lsa chumballik yolg'iz yo'lga chiqqan ayollarimizni to'shiydi deb bir nomerni berdi. Ursam shundoq muloyim bir hadimiz keldi. Kelib, endi meni sal uzoqroq bir yerga apmangdi. Shundoq yaxshi diqqat qilib foydalanib qarsam, shu 40 yozilgan bo'lsa, eliqi mashina tezligiga belgilangan o'lcham 40 dan oshirmay haydaydi. 60 ga chiqqanda 60 dan eliqi oshirmay haydaydi. Shunchalik endi ostimangdi, keyindagi babab qilib ketdi mashinalarni. O yerdan nima shundoq ostimangsiz desam, voy xinem bek şu maşını asan aydımayman şu eğer birli nima saqch tutulib qalsa maşinamdan ayrılıp qalmam bu jiq jarimani to'lab ketmay unda qilsam bolalarım qiynalib qoldi dedi. Şoňa özüňizmi ya yalnız yoki eringizmi şu maşina aydamda qanday baqsizlar bolalarni desem şoňa özüniň qalbini açdy maňa. Men sizni tonimayman, şoňa men sizga hikoyamni aytib beray deb özü Qashqardan chiqqan, Qashqarda yani mashina haydagidek saviyadagi bir boy oilaning ayoli ekanimdi o'z vaqtida. Deydi faqatla shu nima Turkiyaga kelganda mashina hayda oladi ekanman, bu mening birdan-bir hamda qila oladigan ishim ekan. Qarsam, shuning bilan bu mashinani pul yig'ib ilib, shu o'zimizning hamshirlarimizni kira qilib, tush orqali bolalarimni beqiyotman. Deb hikoyasini başladı, şu so'rab qoldim. Asli bu ayol bolalarımni
o'qitib men Xitoyning assimilyatsiyasiga qo'yib bermayman deb yo'ldoshi bilan barliq besatini setib degidek Misrga chiqqankan, Misrda shu bir bolasi baxtsizlikka yo'l qo'yib hamda nima deymiz, kasal bilan tugab ketibdi. Keyin qochib bo'lib ketganda Misrda 2015dan boshlab bularmi shu amalsiz shu Misrdan Turkiyaga ketishga majbur bo'libdi, chunki qaytsa balangdan da o'qitib salab ularni lagerga kirishi mumkin, bolasini o'ldirib o'tishi mumkin. Shuning bilan Turkiyaga kiribdi, ammo yolg'iz kirmabdi. Eri bilan ikkisi o'zining ikki bolasi bilan tang, ash qo'lim qo'shnilari, yurtdoshlari bizning bolaga qarab qo'ysizlar deb yolg'iz o'qishga chiqqan. Aşı bir yaşlar ancha farqlanmaydigan o'zining bolalari bilan. Ashta baldim 5 ni qo'shib Turkiyaga akapti, ular ota-ona bo'libdi. Afsuski, ilqi hayotninki bergan siniq bek cho'nka bu adimizga yo'ldoshi kelib 2 oydan keyin kasal bilan Turkiyaga kelgandan keyin tugab ketibdi. Bu hadimiz o'zining bolasini beqishmi shunchalik o'zini beqishmoqda tasbir holatda ersiz, hech qanday pul yo'q qo'lida, hech qanday bir hunar yo'q holatdimi? Aşı başqa Uyg'urlarning 5 bolasini qo'shib guldak beqib, o'qitib, maktablarni bitkazib, ishlarga beribdi hozir qarang. Men yig'lab ketdim hikoyasini anglab. U ayol ash chumpardisining ichida ash aqidalari bilan yashab, bolalarini beqib, erga, ya'ni boshqa erga tegmay bolalarimning g'ururi sunudi deb ash holda Hilqi aciz bir ayol qarang. Ashlar qila olganning biz birini qildikmi masalan? Men o'zimni voy men badal to'lab ketdim. Voy ilqi xalqim uchun munda japalarni tatib ketdim, deginimga nomus qilib ketdim. Ashadimizning hikoyasini anglab, o kadar suyundimki, o kadar ta'sirlandimki. Xalqimizning ichida, chumballarning ichida shunday go'zal ayollarimiz bor. Kim qila oldi? Qaysi erkak shuni qila oladi? Hozir o ayolning dapirishchi dastlabda yotgan ko'plarni kechida kelib ash cho'ng jig'inlarda qo'llari teshilib ketdim. Yotgan ko'pi setayotgan do'konlarga kirib yolurib, kechida shu ishlarni balla uxlaganda qilibdi, mashinchilik ishlarini qilib beqibdi. Faqat uyning kirasini faqat to'lab olamay balla osh qolgandan keyin to'xtab turaman, nima qila olayman deb xalqlardan qazilib, tonish bilishlarni ash mashinani elib haydab o'tibdi. Bu hikoya mening rasmiy bundan keyingi hayot yo'limga bir chiroq bo'ldi qarang. Biz jiq badal to'lab ketdikmi? Hozir Uyg'ur farzandlarini Xitoy butunlay bulab, solab o'qitib o'zining qilyapti. Mahadimiz 5 farzandimizni o'zining bilan qo'shib 7 farzandni shu chumbiliga tayinib, shu kuchiga tayinib saqlab qopti. Haqiqiy qahramonlar bu. Mencham dedi. Haqiqiy qahramon bu. Kechiring men hayajonlanib. Ya har qanday odamni hayajonlantirdi kesh. Demakchi u chumballarning hikoyada shunday go'zal hikoyalar bor. Ko'p rahmat, haqiqatan aslida nomus qilish kerak bo'lganlar. Shu tanqidlayotgan shu erkaksiz bir jitimni baqa oldingizmi? Şehitlerimizning bir bolasiga 1 oylik o'qish pulini yoki turmush pulini bera oldingizmi? Ulan selishtirib beqing, andin sizning baho berish huquqmi? Yo'miz kelibmi shu Safakoyning o'zida 2 Uyg'ur ayol bilan qo'l ilishmisingizmi? Xatoga qildim. Ko'rishib, "Xanim siz nereden keldiniz? Nima uchun chet elga chiqib qoldingiz? Nima uchun bundaq kiyinyapsiz?" deb so'rab baqdingizmi? Hech nim demay turib bundaq qorqoq qo'yuq baho berish oranda ketayotgan, oranda yani ümidini yo'qotmasdan, imonini, o'ziningki aqidasini yo'qotmasdan, sizga tayanmay, hech bir Uyg'ur tashkilotiga tayanmay yoki ko'chadagi bir erkakka tayanmay, nomusini saqlab farzandlarini beqiyotgan bir ayolga siz hujum qilish, ularni bağlashga qanday haqqingiz bor? Biz millatni so'yimiz deymizken, so'ygu o'xshash ba'zi, shunaqmi? So'ygu tanqidlamaydi, so'ygu jazolamaydi deydi, shunaqmi? Agar siz millatingizni qanday kiyvog'ini, nimani davatqini, nima yevatqini bilan uni ko'rgan bo'lsangiz, uni baholagan bo'lsangiz, bu so'ygungiz yog'an. Demak, sizga millat so'ygusi yo'q. Bu so'ygu yog'an. Men shunday tushunman. Haqiqiy so'ygu, mayli u meyib bo'lsin, xuddi bir onaning balasiga bo'lgan so'ygudek bo'lish kerak. Bir oshiqning ma'shuqiga bo'lgan so'ygudek so'ygu bo'lish kerak. Millatingizning yaxshi, yomonlari har tarafi bilan uni quchoqlay olsangiz, u men ashlarning bir parchasidan dalalaganda siz aşı millatga
yani vakillik kıldıgan bir insan ayrılına alaysiz. Özünüzde Uygur dep şu Uygur degen güzel dünyadaki en söyümlük kelimini qo'llana oladigan bir inson bo'la olasiz. Siz uni so'ymay turib, himoya qilmay turib, haqiqiy tushunmay turib, bunday deyish menimcha eng ahmoqlik. O'zimizni o'zimiz o'ldirganlik menimcha. Millatni so'ymak, uning hamma nimasini so'ymakdir. Har kishini so'ymakdir. Men shunday o'ylayman. Albatta. Uning fikr qarashi, ko'z qarashi sen bilan o'qishsin, Bu g'arb o'qishsin. davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar biz erkinlik, demokratiya, diniy haq-huquq deb so'zlaymiz. Siz mayli o'zining dinidan chiqib boshqa dinlarni qabul qilganlarni himoya qila olasiz, birga o'tira olasiz yo o'zining ming yillarcha qo'g'dab kelgan aqidasiga yanala shu hech qanday nima qilmay, aqidasini sundirmay o'zining iymonini saqlab kelganlarga nima hujum qilish haqqingiz bor. Diniy erkinlik deysiz, ishonish, ishonmaslik, qanday ishonishning hammasiga hurmat qilish bu diniy erkinlik. Agar siz faqatla mening qarshimdagi diniy erkinlikka hurmat qilmaydi desangiz, u diniy erkinlikni sizni boshqalardan talab qilish haqqingizmi yo'q? Uning har qanday bir yaratquchiga ishonish va ishonmaslik, qanday ishonish, qandaqlarcha dinning yo'sini bo'yicha kiyinish erkinligiga hurmat qilish, bu diniy erkinlikka hurmat qilish bo'ldi menimcha. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan güzel suhbat bo'ldi. Menimcha o'sha oxirlashtiraylik. Men sal qaynab qoldim bu temada, chunki nurg'un shundaq ko'ngli nozik, dili sulg'un shundaq ayollarimiz ashta hujumlarga uchirganligidan, shu da'vodan voz kechayotgan, hatto shu ishonchisini, umidini butunlay shu da'vo biz Uyg'urlar uchun da'vo qilyapmiz degan shaxslardan umidini butunlay uzgan, ko'ngli og'irgan shunday hikoyalarni ko'p angldim. Muxbir bo'lish bilan hammaning hikoyasini anglayman. Shundaq hadlarimiz, singillarimiz oz emas-ku. To'g'ri. Bularga bizga deydi, bizga baho bermanglar, bo'pti Uyg'ur debmi hisob qilmanglar, biz bilan koringlar bo'lsin. Biz o'z yo'limizda, o'zimizning aqidasi, o'zimizning yo'li bo'yicha o'zimizni saqlash haq-huquqimiz bor. Bizga hujum qilmanglar, biz sizlarga ziyon yetkazmadik deydi. Men shu hijobni otgandan buyon texi yo'lim bekarak ichilib, Amerikada maydonimning aniqligini ko'rgandan keyin bekarak hurmat qilib, boshqalardan bekarak menga yo'l berib, Amerika'nın yuqori darajalik siyosiy yo'llari bilan shundoq yog'liqim bilan uchrashmay hech kim yoki ularningki qo'g'dug'uchilar bo'lsin va yoki ular uchun ish qilayotgan sekretarlar bo'lsin, "Ma yog'liqimda mening boshlig'im rahatsiz bo'ldi, yo shundoq qilsang radikal ko'rinib qolsa" demidi. Men necha qitimlab Amerika'nın muavin prezidenti darajasidagi va yoki 3-4 qo'l mushundaq darajadagi insonlarning bevosita shaxsiy taklifiga binoan uchirish mushta fursatlarga erishdim. Hech kim yog'lig'imga qarag'im yo'q. Hech qaysi mundaq nazardanmi bilalaysiz-ku, sizni kamsityotamda hurmat qilyapman. Albatta. Ular intayin hurmat qilgan, ajoyib bir shaxsni kutib olgan, xuddi hayotida ilqi bunday jasoratlik, bunday chidamchan, sabrchan bir millatni ko'rib boqmagandek bir nazarda sizga qaraydi. Va shuni sizni shu o'zingizning dardlarini ularga anglitishga ilhomlantirdi. Shunga hijobimiz va yoki ochiq kiyimimiz va yoki yana birimiz bizning Uyg'urligimizga hech taqashmaydi. Qalbimizda Uyg'urlik, tomirimizda Uyg'urlik, ruhimizda Uyg'urlik. Shunga buni datalash qilish, buni cho'ng bir muncha davlatlardan shuncha vaqtimizni sarf qilib, kuchimizni sarf qilib yig'ilgan deyishning o'zi millatimizning yanala jiq narsalarni isloh qilishiga muhtoj ekanligini ko'rsatib berdi, xolos, boshqa narsa emas.